O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 16-sentyabrdagi 286 sonli qarori ijrosi doirasida hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tizimida gaz to'ldirish inshootlari faoliyatini raqamlashtirish va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, jamiyat tasarrufidagi gaz to'ldirish inshootlarida mavjud 24 ta bosim ostida ishlovchi sig'imga zamonaviy elektron sath o'lchagichlar, urovnemerlar o'rnatish ishlari amalga oshirildi. Xususan, 4 ta uskuna Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi inshootga, qolgan 20 tasi esa Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa, Shahrixon va Asaka hududlaridagi inshootlarga o'rnatildi. Ushbu elektron uskunalar ko'p funksiyali bo'lib, sig'im ichidagi suyultirilgan gazning sathi, harorati, zichligi, bosimi, hajmi va massasini aniq o'lchash hamda ma'lumotlarni real vaqt rejimida uzatish imkonini beradi. Shuningdek, maxsus dastur orqali bug' fazasi miqdorini hisoblash imkoniyati ham yaratilgan. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi inshootda o'rnatilgan uskunalar joriy yilning mart oyida E-gaz axborot tizimiga integratsiya qilinib, suyultirilgan gazni qabul qilish, saqlash va tarqatish jarayonlarini markazlashgan holda onlayn kuzatish imkoniyati yaratildi. Andijon viloyatidagi Qo'rg'ontepa, Shahrixon va Asaka inshootlarida o'rnatilgan elektron uskunalar hozirda sinov rejimida ishlab turibdi. Ularni ham E-gaz tizimiga bosqichma-bosqich integratsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Mazkur ishlar gaz ta'minot tizimida shaffoflikni oshirish, resurslar hisobini aniq yuritish hamda zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali sohaning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.